Unda sizlarni rasman er-xotin deb e'lon qilaman. Kuyov tarafdan guvohlar bormi? Biz. Kelin tarafdan guvohlar. Biz. Qaysi bir yetim ekan bularni? Yo'q, bular bir-biri bilan qarindosh xolasini qiziga uylayapti. Kelin, qaravoring. Hozir pochcha. Nima deding hozir? Pochcha dedim. Qanaqa pochcha dada bo'ladi? G'alati-da, pochcha deb katta bo'lganman-ku. Oldin edi u, hozir endi dadajon deysan. Bor chaqiryapti. Xo'p. Pochchamish. Assalomu alaykum dada pochcha. Va alaykum assalom, jiyan kelin. Ishga kiyadigan kuylagim qani? O'sha yerda dazmollab qo'yganman. Nima bu? Ona onasi o'zimni xolam bo'lsa. Bu endi busi meni ham buvimda. Kimni qoni aralashmagan? Dadasi. Dadangni puliga olganmanmi men buni? Nima qilding? Shu vaqt kim telefon qiladi? Alo, assalomu alaykum. Alo, kuyov yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimi? Ha, qarang, bu yerda o'rtoqlarim bilan sport ketib qoluvdi. Kuyovlar qaynotasini nima deb chaqiradi? Dadajon deb chaqiradi. Ha, yaxshi. Siz meni nima deb chaqirasiz? Pochcha. Ovozingiz yaxshi kelmayapti. Alo. Bu ham bitta muammo bor-ku, asabni. Har oy shotga almashtirish kerak. Telefonda kim bilan gaplashdingiz? Xolamni eri bilan. Dada, oyi, sizlar bizni aldagan ekansizlar. Hozir bitta doktor bilan gaplashdim. Agar qarindoshlar oila qursa, farzandlari nuqsonli bo'lib tug'ilishi mumkin ekan. Baloni 5tasini yetdi. Men ham xolamni qiziga uylanganman. To'g'rimi xotin? Nima qildi? To'g'ri aytyapsiz. Doktor aldabdi-da.